Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent. Navbatdagi reyslarimiz posадка jarayonlari boshlandi. Moskvadan Toshkentga reyslarimiz har kuni amalga oshiryapti. Davlat tomonidan qo'yilgan reysi UzAvtoTrans avtobuslari haftada 2 kun, dushanba hamda payshanba kunlari. Qolgan kunlari Rossiyskiy, O'zbekiston, Qozog'iston nomerdagi avtobuslar bilan sizlarda xizmat ko'rsatmoqdamiz. Kimdan kim shunday komfortabilni davlat tomonidan qo'yilgan reys va avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda turibdi. Har bir yo'lovchiga 60-70 kilogrammgacha yuklar положено. Dokumentida muammosi borlar, azizlar. Sizlarga preyezddan tashqari o'zingizlar uchun bezdokument yurganlar uchun rasxod qilasizlar. Unga voditel yoki avtobus ma'muriyati yoki biz sizlarga javobgar emasmiz. Biz sizlardan faqat preyezdni, ya'ni yo'l kirani olamiz xolos. Mana hozir gap isbot bilan bo'lsin deb yo'lovchilardan bir qator fikr olamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalar? Charchamasdan keldinglar, avtobusni ko'rdinglar. Ma'qul keldimi sizlarga? O'zbekistonda bir turing, nomerni ko'rish bo'ldi. Nima deysiz endi? Bemalol akalar, mana Buxorolik akalarimiz kelsa, ishonchlimi ekan? Как положено. So'mkalarga pul so'ralmadimi? Faqat preyezdni bersiz xolos, to'g'rimi? Dokumentda muammo bormi, yo'qmi? To'g'risini. Ham yo'qsa-ku, hech qanaqa rasxodingiz yo'q. Sizdan aka, assalomu alaykum ana bular. Dokumentlar yaxshimi? 100%. Agarda dokumentlar 100% bo'lsa, sizlarga hech qanday boshqa ishli rasxod yo'q, faqatgina qoringa rasxod qilamiz xolos, suv ichishga bo'ldi. Avtobusimizda voditel 2 tadan voditel, 3 tadan voditel bo'lib, har 6 soatda sizlarni sanchasiga, ya'ni sigaretga, yana hovliga kirishga to'xtaydi. Bundan tashqari, Rossiya territoriyasidan chiqishda 2 marta choyxonaga to'xtaladi, va Qozog'istonda 4 marta to'xtalinadi. 68-70 soat davomida sizlar bilan birgalikda xizmatda bo'lamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat.